Insonning eng yomon dushmani va eng yomon hamrohi yomon ayol deb aytilyapti. Ya'ni Allohning zikrini chiroyli eshitdingiz, qalbingiz orom oldi, 36 bo'ldi, temperaturangiz shirin bo'lib uyga borsangiz, ayolingiz ana shu dunyoga his qo'ygan, dunyoga muhabbat qo'ygan, dunyoda quli bo'lgan ayol bo'ladigan bo'lsa, borishingizga bir pasda temperaturangiz to'lab qo'yadi. Onana bering, ona akam falonchi manaqa yilibdi, manaqa kiyibdi, shu bilan bob bo'lgida yana haligi kechqurungi zaryad yo'q, ertaman yana o'sha ho'kiz bola armon so'rab chiqib ketaverasiz. Kishi deydi Rasululloh 4 ta narsada baxtli bo'ladi deydi. Bilalashib aytamiz. Birinchisi, keng hovlida, yaxshi qo'shnida, foydali markabda va solih ayolda. Shu to'rlardan bittasi bo'lmasa, mana 3tasi tatimaydi. Mana bittasi bo'lmasa, mana 3tasi ham tatimaydi, birodarlar. Ana shu yomon hamroh uydagi xotin deyapti. Uydagi xotinni tarbiyalamaydigan bo'lsang, seni tarbiya topgan hech narsa emas deyapti. Tekizlab qo'yadi. Ertamangacha qadalab chiqadi.